Hammaga salom. Opa-singilcha bilan mini vlog. Ketdik. Bizning ish rejalarimiz juda ham ko'p. Bugungi tong ko'rsatuv syomkasidan boshlandi. Biz opa-singillar bitta joyda syomkada bo'lib qolsak juda ham xursand bo'lamiz. Chunki baribir ham yoningdagi inson seni tushunsa, hamma ishlaring oson kechadi. Biz opa-singil bo'lganimiz uchun hamma doim birga bo'ladi, birga yurishadi deb o'ylashadi. Yo'q, lekin aslida bizning sohamiz shuni taqozo qiladiki, opamiz syomkasi boshqa joyda bo'lganda, meniki boshqa joyda bo'ladi. O'zimiz ham bir-birimizni juda kam ko'ramiz. Mana misol uchun ko'rsatuv syomkasidan keyin Aziz o'zini ishi bilan ketdi, men esa syomkamga kelib oldim. Syomkamiz shunaqa chiroyli atmosferada bo'ldi, qor tinmay yog'di, lekin ko'cha juda ham sovuq edi. Syomka kechgacha davom etdi. Men esa kiyimlarimni almashtirib, dublajga kelib oldim. Tomog'im og'rigani sabab ovoz berishga ozgina qiynaldim, to'g'risi. Qornim ham juda ham ochib ketdi. Shu sabab Aziz bilan ko'rishib, ovqatlanishga bordik. Biz Alfredoni juda ham yaxshi ko'ramiz. Qayerga borsak, faqat Alfredo buyurtma beramiz. Hattoki bitta ko'rsatuvda Alfredoni tayyorlab ko'rsatganmiz. Aziz bilan doim o'tirganimizda ish rejasini qilamiz. Ya'ni YouTube kanalimiz, Instagram kanalimiz haqida juda ham ko'p suhbatlar olib boramiz. Bizani bilasizlar, aktrisalikdan tashqari opa-singilcha proyektimiz bor. Birga bo'lib qoldik deguncha, opa-singilchani rejalari ustida fikr yuritamiz, maslahatlashamiz. Chetdan hamma narsa oson ko'ringani bilan, lekin uni o'ziga yarasha mashaqqati va mehnati bo'ladi. Lekin izlanishdan hech qachon to'xtash kerak emas. Bugungi kunimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, Xayr.